Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xabaringlar bor. Biz obunachilarimizni rag'batlantirish maqsadida kichkinagina konkurs tashkillagandik. Bugun ushbu konkursimiz g'olibini sizlar bilan birga aniqlaymiz. Sharti hammaga albatta tanish, ya'ni kimni kommentariyasi eng ko'p like yiqqan bo'lsa, ushbu obunachimiz g'olib bo'lishi ko'rsatilgan edi. Birgalikda ko'ramiz, qani? Mana o'sha videomiz, konkursimizda qatnashgan video. Kommentariyalarni birma-bir tekshirib chiqamiz mana. Like'lar soni 45 ta, hozircha eng ko'p 45 ta bo'lib turibdi. 246 ta Alisher Ismatullayev. 246 ta eslab turamiz. Bundan keyingilarni ham buni ko'rib chiqamiz. Bismillah, 8 ta. 130 talik ham bor ekan, gap yo'q. 11 ta, 13 ta. Hozircha demak kommentariyalar tugadi. Eng ko'p like 246 talik Alisher Ismatullayev profili ekan. Kiramiz. Gap yo'q, g'olibimiz ushbu obunachimiz bo'ldilar. Hozir ularga xabar yuboramiz. Assalomu alaykum Alisher aka, yaxshimisiz? Amir shu ustan bezovta qilyapmiz aka. Biz kichkinagina konkurs tashkillagandik, shunda ishtirok etib 246 ta like bilan biz g'olibimiz bo'libsiz. Tabriklaymiz bu bilan. Bizga raqam qoldirsangiz, siz bilan bog'lanamiz va albatta o'z sovg'angizni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Agar boshqa viloyatdan bo'lsangiz, dastavkasini ham qilib beramiz, aka. Bemalol bizga raqam tashlang, sizga aloqaga chiqamiz, aka. Xo'p, o'rtoqlar, g'olibimizga mana xabar yubordik g'olibimizga. Bizga raqam tashlashlari bilan aloqaga chiqib, sovg'alarni berib, buni ham albatta videosini joylaymiz. Bundan keyin qanaqa konkurslar qilaylik, qanaqa sovg'alar tashkillaylik, albatta fikringizni kommentariyada qoldiring va Amir Show'si kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.